Gavhar Begim ismining ma'nosi. Ushbu ism asosan qiz bolalarga qo'yiladi va quyidagicha ma'nolarga ega: quvonchlidir, baxt ulashuvchi bebaho malika, hurmat va baxtiyor ayol degan juda chiroyli ma'nolarni anglatadi. Bu ism odatda nozik va aqlli, obro'li va salobatli, baxtli va boshqalarga quvonch olib keluvchi ayol bo'lsin degan ezgu tilak bilan qo'yiladi.